Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar akalar? Charchamayapsizlarmi? Bugun bitta bola Instagramdan yozdi, gaplashdim. Aytayaptiki, aka men viza garantiya tarifi bo'yicha keldim. 5500 lik dedi, adashmasam. Kartasiz ta'limga keldim deyapti. Kontrakt $1100 to'ladi O'zbekistonda deyapti. Keyin bekka kelib bilsam kontrakt $300 ekan deyapti. Endi konsalting firmalar nima qilyapti uncha pulni? Men tushunmayapman-da. Keyin kontrakt kim to'lab berdi desam, konsalting firma aytdi, men olib borib berdim deyapti. Iloji bo'lsa, yangi topshirib turganlar O'zbekistondagilar konsalting firmaga borib, invoice qog'ozni olib, qo'lingizga qancha, bunda qancha chiqqan, keyin dollarga chaqing, u qancha bo'ladi, bankni o'zidan to'lang iloji bo'lsa. Konsalting firmadan to'lash maslahat bermayman, chunki shunaqa holatlar o'ta ko'p bo'lyapti-ku. Ashi bola aytdiki, shunaqa dedi. O'shuning uchun ehtiyotlaringizni qilinglar, aka-ukalar. Videoga like bosib, videoni Koreyaga kelmoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'yasiz. Sahifamga obuna bo'lsangiz, bundan ham qiziqarli kontentlar sizni kutmoqda.